Sekinroq haydang. Nima bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlarchimi? Moshim qulflanib qoldi aka. Zavoddan ham bo'lib ketgan, kalt ichida turibdi hozir. Zavod qilib qo'yganim qulflanib qoldi-da. O'zi ishlamayotgandi ana mejiga. Qulflanib qoldi, ichida qolib ketdi-da. Usta chaqiraman hozir. Ocha olmaysizmi o'zingiz? Yo'q. Siz ochish bilmaysizmi? Temir tiqib ochishadi bir xil yoqqa tepadan pastdan. Bunaqa qobiliyatim yo'q lekin. O chorrahaga yaqin to'xtash mumkin emas, bilaman. Chorrahaga yaqin to'xtab bekor tushdi. Ha, kutilmaganda bo'ldi-da. Nimani? Assalomu alaykum. Padushka bormi sizda? Padushka yo'qmi? Padushka bo'lish kerak-da. Yoki temir bilan ocha olasizmi? Bunaqa ochish usullarini bilmaysizmi? Ha, bo'ldi. Unda usta chaqirish kerak. Usta chaqiraydi-mi? Hozir ROD 24 da ustalar chaqirish bo'limi bor-da. Avtomobil ochib berish. Xo'p, bizda yonog'li avto 140 ming so'm. Bu yerdan avtomobil tanlayman, Spark, manzil tanlash. Bo'lmasa shu yordam 24 kirib ustani tanlab qo'yib beraverasiz-da. Hozir ustani izlayapti. Bu yerda arzonroqda nisbatan 150 ming. Chunki siz o'zingiz telefon chaqiradigan bo'lsangiz, yaqinda bittasini videosi chiqqandi. Audio R8 da. 1 millionmi sen? Ha, o'sha 1 million pulini olishga eng qizig'i ochib berishmaganda, pulitidan shunday bosgan temiri chiqqan, temirini o'zini tiqqan, ochib bergan. Shuning uchun 1 million. Siz bilmaysiz shuni. Anaqadan yozdi-ku, biz kommentariyasini o'qib chiqqan. Bu juda shu narsani olgan uchun 10 yil vaqt ketgan. Shuning uchun. Ya pulitni bosib chiqarish uchun aka, uni siz ham bilasiz-ku, men ham bilaman. Просто u odam bilmasdi. Siz bilamisiz? Ya bilardim unaqa narsani. Misol uchun trekkerda bor u narsa, Malibuda bor, to'g'rimi? Yonini bossangiz chiqib keladi. Bo'ldi. Usta kelyapti aka, mana. Mana men belgilagan lokatsiyaga o'sha usta yetib qopti. Nexia 3 ta kelyapti, 847. Janoblar, sizlarga ham xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ROD 24 dagi yordam 24 ilovasidan foydalanishlarini maslahat beraman. Bu yerda juda ko'p xizmatlar mavjud. Xo'p, va nihoyat yetib keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Temirni ochasizmi? Mana bunaqada ochishadimi deb o'ylabman. Ha, Spark olsam. Men ham bitta temirchani sog'sam bo'lar ekan mashinamga. Bunaqa deyishadi. Rahmat. Hozir zavod bo'lib qolib ketgandi. Sovuqqina. Mana. 150 ming aka? Rahmat aka, sog' bo'lasiz. Videoga rozi bo'ling. Ha, charchamang. Bo'ldi aka, mana mashina ham ochib bersiz. Sizga ham kattakon rahmat. Kutib turganingiz uchun sog' bo'lasiz.